Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyonlar. İslam ve Biz programımızın 83. sonunu görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz hem Allah ma'lum bo'lgandek bu programımızı başlagandın tatip ta hazırlık gerekçe her bir Müslüman dinimizi çokum roşan dalil üstüge düşünüşü gerek bo'lgan temalarni ayrım tema qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Rabbim ömür bergen müddettikçe inşallah devam qilamiz. Bugünkü temamiz tünügün biz e'lonimizni bergandek intayin muhim bir tema. İnşallah tafsili to'xtalishga vaqtimiz yetgancha tirishimiz. Programımızın aldı bilen ben programımızın daimlik mehmini hemen tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shundoqla Dunyo Musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurrahman Jamolni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydonda tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy usul vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unutmaylikki, yaxshilikqa da'vat qiluvchi, yaxshilikni ko'rsatib qo'yuvchi şunu qilgan kishiga o'xshash ajr berilganligini, dinimizning bizga ato qilgan buyuk bir mukofot ekanligini asligimizda buning kinoyati qimmatli ekanligini bilalaymiz. Hamda bugun biz oshqulluq degan temani o'tirg'a qo'yib, buni bir paranglashaylik dedik. Albatta, vatan Sharq Turkistonda yashab boqqan har qanday bir xalqimiz bu so'zni anglagan vaqtida qo'liga biroz g'idiqlandi hamda. Chunki Xitoy tajovuzchilari vatanimizda davomli bizga aloqador, dinimizga aloqador har qanday bir mayli normal bo'lsin yoki oshqulluqqa kirib qolganlar bo'lsin, milliy madaniyatimizga aloqador urf odatlarimizgacha hammasini oshqulluq asabiylikka kirgizib, to'liq tashviq qilishga mingimizdan buni anglagan vaqtimizda bir yerimiz ochchig'imiz keldigan, g'idiqlanadigan bir ish bo'lishi tabiiymi biz. Bugün biz paranlaşmakçı olan mavzularımız bu Xitaydan elip beriyotgan meseleler emas, belki dinimizdeki bu fakat Uygur milletiyle xas bir meselemiz. Şundaqla ta yüzlerce yıl, hatta onun İslam'dan başlanışından tatip çıkan uzun bir tarihka şu İslam'ımızdan 1400 yıl degan bolsak, ta şu devirden Resulullah'ın devirden bunun örnekleri bo'lgan dinni xato tushunilish meselesi sebebidir. Şunun için biz bu meselelerni qanday qilsak oshqulluq haddini oshirib o'tgan bo'ldik-miz, İslamning ko'rsatmasi qaysi ekan degan bu tushunchani aniq shaklda tushunishimiz uchun buni bir paranglashaylik deb o'tiribdik. Kirib kelsak o'z programma o'xsas, oldi bilan biz oshqulluq degan nima degan buning bir hukmini aytib o'tmoqchimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Aşkulluk degan söz yoki chekidin oshiruvtish degan bu söz Allah bendilerge ko'z tutpagan to'g'ri yo'ldan fikriy jihatdan yoki stili jihatdan burilib ketishni ko'rsatdi. Aşkulluk qilishning sababi nimadan, qaysi sababdan yoki qanday paydo bo'ldi degan vaqtida aşkulluk illeti Allah'a yaqinlashish istiqi bilan Təximmi köp savab alay degan bu maqsadda shariat belgilab bergan doiradan halqib ketganlikdan kelib chiqadi. Xo'sh. Bu oshqulliqningki doirasi yoki oshqulliq kelib chiqadigan soha birlam emas. Buning doirasi keng. Aqida sohasida oshqulliq yuz berdi. Fikr, tasavvur sohasida oshqulliq yuz berdi. İbadet ishlarida oshqulliq yuz berdi. Mubah karakterdeki yoki mustahab karakterdeki ishni farz vacib ko'tarilishda yuz berdi yoki makruh karakterdeki ishni haram darsi ko'tarilishi yuz berdi yoki halol bir ishni yoki shariat mubah qilsanglar mayli degan kengri qo'yib bergan yoki ruxsat doirasidagi bir ishni haram deb kesib hukm chiqarishda paydo bo'ladi. Shundaqlam delil paksiz bir Müslümanı kafir, murtad, tağut, şeytan deb hüküm çıkarış muş dairelerinki qaysi birisi olsun bu aşqulluq illeti tepildi. Demek bunun dairesi kenar. Ama bu aşqulluq qilish
yoki chekidan oshirib o'tish islomning ko'rsatmalarini tatbiqlashda. Mayli shaxs o'ziga tatbiqlasin yoki boshqalarga tatbiqlamoqchi bo'lib qolsin, bu oshqulliq paydo bo'lgan vaqtida shariat keng qo'yib bergan yo'llarni taraytib o'tishga, siqinchilik paydo qilishga, kishilarning hayotini murakkablashtirish yoki tashlashtirishga sabab bo'ldi. Xo'sh. Halbuki shariat kagri qo'yib bergan doiralarni buni taraytib o'tish yoki osonchilik subtida belgilab bergan yoki ruxsat qilgan doiralarni siqishtirib, ta'sirlashtirib, murakkablashtirish ahvolini paydo qilish bu ig'ir darajada ziyon olib keldi. Masalan, bir nafli ishni deb farz ishlarning zoya bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi insonlarning shariatning ruhi bo'yicha yashash tuyg'usidan zirqib ketishiga shariat ruhidan chiqib ketish sabab bo'lishi mumkin. Masalan, buni misol olsak, bu oshqulliq bir mezgil davom qilgandan keyin unum qozonsa bir mezgil bozor surishi mumkin. Mag'lub bo'lgandan keyin ya ishlar oqmagandan keyin bu ta'tur oshqulliq aylanib, ya'ni bizning zag'ir tilimiz bo'yicha passiv tarafga o'tib, tamoman ig'ir xafalik paydo qildi. Masalan, 97 2000 atrofida bir qism insonlar bor edi. Chet elda. Bular ba'zi bir oshqun xarakterdagi fikrlar bilan ta'sirlangan. Shu insonlar, masalan, oddiysa, yuzni yopishni vojib deb qaragan yoki farz deb qaragan shu insonlar bugun Yevropa bo'lgan vaqtida o niqob bishadi tursin, islom farz qilgan hijobni tashlab o'tgan ahvollar mavjud. Islomningki namozga o'xshash har vaqt, har kun o'yilg'in olmaydigan bu farzdan voz kechib, pasiflashib ketgan yoki zog'ir tilimiz bilan aytib aytgancha ig'ir darajada pasiflashib ketgan ahvol mavjud. Demak, bu yerda o'ttirhal yo'ldan chetnagan vaqtida oshqulliq yuz berdi, savobli jiqalimiz Allohga yaqinlashimiz deb o'zining kuchi yetmaydigan ishlarga qo'l suzgan vaqtida dardishib ketganda, buni bir mezgil men faqat bardosh qilib bermay, chidab bo'lolmay, buning ta'tiri inkos chiqdi. Ta'tir inkos chiqqan chog'da ig'ir darajada bu inson pas qilishi. Shariat ruhidan yonadi. Islomning gapi chiqsa, yo Qur'on sunnatning gapi chiqsa, xush yoqmaydigan bir holat qildi. Buni shu 2000-yillar atrofida Yevropaga ko'chgan bir qism insonlardan buni ko'rib olgan bo'ldi. Oddiy bir misol. Masalan, bugun kunlikdami? Balkim Turkiyaning o'zida bo'lishi mumkin, yoki boshqa yerda bo'lishi mumkin. 5-6 yil ilgari bir qism oshqun fikriga duch kelgan ba'zi insonlar bugun kunlikda shariatning gapi qilsa xush yoqmaydigan holatga. Ilgirki vaqtida butun narsadan inkor qildigan, o'zi qabul qilgan yoki kallasi qirib qolgan fikrdan boshqa rad qildigan insonlar oshqunlik edi. Hali uni kafir, hali buni shayton, hali bu tavhid deydigan bugun kunlikka kelganda tamoman boshqacha bir dunyoga o'zgarib ketgan turdi. Buning realligimi Istanbulda mavjud va boshqa yerda mavjud. Demak, bu oshqulliq bu shariatningki keng qo'saqlik, kengchilik ruhini siqib o'tadi bu. Bu shariat faqat bizga tushgan shariat emas. Faqat musulmonlar mush bo'yicha yashab o'tab ketsin, boshqa insonlar nim bo'lsin deb tushgan shariat emas. Balki butun dunyodagi insonlarni bu dunyoda oxiratda omonlikqa, o'rlikka, erkinlikka, xotirjamlik erishtirish uchun kelgan bir shariat. Demak, bu shariatningki musulmonlar o'zi bilan va boshqa insonlar bilan keng qo'saq bo'lib yashashdan iborat bir xarakteriga sifatlari bor. Bu oshqulliq bu sifatni bo'g'ab tashlaydi. Oshqulliq islomdagi to'g'ri dindorlik, o'ttirhal sifat ega to'g'ri dindorlik ruhini o'ttiradi. Ham xato, ig'ir darajada xato qilmishlarga, xato harakatlarga sabab bo'ladi. Shuning bilan birlikda ixtiyoriy tanlash ustiga qurilgan dindorlik ruhini satlashtiradi. Islomdagi aqida erkinlik ruhi bilan qurilgan. Qandaqdir bir inson musulmon bo'lsa bo'lmasa, Alloh alim deydigan undaq hukm mavjud emas. Bu dushmanlik, tajovuz holati, to'qinish holati ayrim. Lekin normal holatda aqida erkinlik, ixtiyorlik ustida shakllanadi. Shundaqlam shariatning barliq ahkomlariga, ko'rsatmalariga qarasa, hammasi insonparvarlik, keng qo'saqlik, osonchilik xarakteri bor.
bu aşkınlık, bu insanperverlik ruhine yoktudu, yak onun bilen zıtlaşır. Şundaqla bu aşkınlık İslam'ın obrazını ve Müslümanların obrazını mı kabih şekilde ekip koydu. Şuna bir yerde bu aşkınlıktan ağır derecede ziyan epkildiğin boğanlık için bundan sakınış intayın mı? Hoş. Köp rahmet emmiş aşkınlığın türlerini şerelep ötken bolsak. İslam deydi her qanday bir Müslümandan her qanday bir vaqtda olsun, Hoş. texnik davr olsun ya bir davr olsun, her qanday bir yurtda, paytaxtda, bir şahar yaşagan bolsun, o Müslümanның aqida sahasida, fikir sahasida, dünya qarşıda, ibadetlerde ve stili yürüyüş duruşlarda o'ttirahal yol tutishini tashabbus qil. Mushunga buyuradi. Hem to'g'ri dindarlikning o'lchimi o'ttirahal yo'l tutish deb belgilaydi. Hoş. To'g'ri dindarlikning mohiyati oshqullikdan va passivlikdan saqlanib o'ttirahal yo'l tutish deb ko'rsatadi. Chunki o'ttirahal yo'l tutish insonni oshqullik qilishdan saqlaydi va uning ta'sirisi bo'lgan salbiy oshqullik yoki passivlikdan undan saqlaydigan bir to'g'ri yo'lmish. Yani bu aşkınlıkla ötürük gelse çoğun iki türlü bölündü. Akide aşkınlığı ve şirketteki, emeldeki aşkınlık da çoğun iki türlü bölündü. Bunun keyin tafsilatı hakkında yani toxtalışımız mümkün. Hem akide aşkınlığı birinci türü. Akide aşkınlık nerede payda olsa bir insanın akidesi de fikirde, dünya karşıda payda olur. Akide aşkınlığa girip de olan insan Peygamberden söz gelsin müret kıl. Hoş. Mesela bir insan aşkın bir akım kirgen bolsa, onunla Peygamberimizden sahih hadislerini delil kılıp kösetse, onu kötədir. Kötə demegen takdirde mi kabul kılmaydı. Bu Bukhari'nin hadisi, bu sahih Müslim'nin hadisi Peygamberimizden söz gelip şek yok, ama seninki köz karşın hata, desimi onu kabul kılmaydı. Hatta Peygamberimizge sen adil qilmading degan öz zamonasiga bir qism oshqullar bo'lib bugun kunlikdimi misha kelgancha to'g'ri ish qilmabdi ekan deyishdi yonmaydi bugungi oshqul. Hattoki islomniki marhamatlik, insonparvarlik, rahmatlik ega bundaq bir din o'g'ali ish qiladi. Kichik o'g'il bularning kallasi bo'lgan vaqtda to'xtamay qilich bilan chepib tursa, to'xtamay boshqalarga zarb berib tursa, to'xtamay boshqalar siqinchilik yapib tursa, avlarning nazari din bo'lgan bo'ladi. Ama İslam'daki rahmetlilik, merhametlik, insanperverlik ege bu karakterden ulanın işimiz kılıp kalır. Hoş. Bu türdeki kişiler, yani aşkullah krizisi düç gelgen bu kişiler, bu sebepten yani yukarıki illetler sebebinden Müslümanlarını yok olan sebepler tüpeyden kapırlık çıkarırdı. Murted, kapır, tağut degen koşa hükümünü kokmay bereliydi. Hoş. Mesela Türkiye'nin o'zi qarsa bir qism insonlar Türkiye mesela Erdoğan misal qarsak gapirdi. Şeriatdan tushkidak bir dalil bo'lsa hech qanday dalil yo'q. Bu olimmi yoki mufassirmi yoki bir faqihmi unda bir sifat yo'q. İslamni tushunamdi desa o'n surni ya biladi yoki bilmaydi. Ammo uning og'zida avtomatik fatva. Bular da bu aşkın, akide aşkınla düş gelgen bu insanlarda Müslümanlarına kanları karta mensitmezlik var. Yani kanının itibarı yok. Kanının hürmeti yok. Müslümanların izzet şerifinin, mal mülkinin gibi itibarı yok. Yani ona köz gilmaydı. Yani halis kan tökediğen, halis bulançılık kıldan bu xil illet, bu xil krizis mevcut bu insanların. Yani akide aşkınla düş gelgen çağda Müslümanların kerini köz gilmaydıgan, Müslümanınki mal mülkine izzet şerifini köz kılmaydigan bu xil illet mevcut. Bular özlerine bilimsizlikka qaramay, kichikkina o'zining kallisidan o'tmagan bir shubiy tufaylidan boshqalarga fatvo chiqara oladi. O'zining bilimsizligiga bakmay. Masalan, İslamning aqidasida bir kitobni sog'lom bir kitobni o'qidi yoki o'qimadi. Ibodat to'g'risida bir kitobni biladi yoki bilmaydi. İslamni yoki tushundi yoki tushunmaydi. Hattoki ba'zi vaqtlarda biz so'rinda o'qib qoldik naq maydonda Qur'on o'qiydigan yakancha Qur'on o'qishni bilmaydi. Yo'q men o'qiy olmayman dedi. Ammo uning og'zidan fatvo avtomatik chiqadi. Uni tag'ut, buni shayton, buni kofir deyiladi. Bu haqiqiy voqea emas, 2000 yillardan bo'lgan.
bir parini aram biladigan bilmaydigan Xo'sh. insonlar fatvo pichish maydoniga kirib olgan. O'zini muftiy qozi qilib saylab olgan. Bu ne cüretsin? Bu şeriatning ruhini bilmesen, şeriatning maqsadlarini bilmesen, İslamning aqidasini bilmesen, bu ayet hadislarni tafsir qiladigan qoida prinsiplarni bilmesen, bu sening nima huquqing va fatvo pichishga? Nima salohiyating var sening? Senin kural ko'targanliging bilan faqat avtomat ishni bilganligini fatvo pichish haqqing shariat mutlaq yo'q sening. Yani cihat meydana kirgan bo'lsang, to'g'ri cihat meydonida bo'lsangmi, yani sen fatvoni olimdan olasan. Xo'sh. Bu şeriatni izahlaydigan, to'g'ri tushundirilgan odamlar payg'ambarimizning hukmi bo'yicha olimlar. Xo'sh. Ammo afsuski o'zining saviyasi yo'qtirug'liq, qobiliyat yo'qtirug'liq, mutakabbirligidan, cho'ngchiligidan, mag'rurligidan o'zini avliyochaqlab boshqalarni bu ko'zga ilmaydi. Bu aqida oshqonlik yuz bergan chaqda paydo bo'lgan holat. Bugungi kunda mavjud. Nima ish qilamiz? Biz jihad qilamiz. Xuddi boshqalar usul o'ynayotgandek. O'zining qilayotgan ishini jihad deydi, ammo boshqalarningki islom uchun, musulmon millat uchun, vatan uchun qilayotgan harakatlarni, faoliyatlarni uni jihadning qatoridan ko'rmaydi, balki o'yanch qatoridan. Sizlar chiqilmaysizlar, ishni biz qilyapmiz deydi. Ammo kallasiz sog'lom bo'lgan bo'lsa, ideya to'g'ri bo'lgan bo'lsa, albatta alqishlanadi. Şeriatni sağlam o'zining ro'yi bilan tushungan bo'lsa, bishkir. Deydiki bizning kaynimizdan mang deydi. Nima salohiyat var sende? Sizning kayningizdan mang deydi. To'g'ri yo'l ma o, siratal mustaqim ma o, o'ttir hal yo'lmush shu. Vahiyning taqozzosimush shu. Mening kaynimdan nima salohiyat bo'lsin? To'g'ri jihad qilamiz. Dal makonida, dal zamonida, dal sharoit qilamiz. Ammo millatni aqida jihatdan, ibodat jihatdan, fikriy jihatdan, siyosiy jihatdan yetaklash bu ayrim bir qobiliyat, ayrim bir salohiyat, ilm taqozo qilgan narsa. Ammo afsuski maydonga chiqib olgan bularning ko'pinchisi ilm yo'q, salohiyat yo'q, og'izda quruq gap. Bu aqida oshqonligi bugun mana bizning shunday necha holatga bo'lishga sabab bo'ldi. Bu aqida oshqonligi musulmonni to'g'ri yo'ldan yoki o'ttirhallik, islomning o'ttirhallik xususiyatidan chiqarib turgan eng xatarli illat. Xo'sh. Shunga bu aqida oshqonligiga duch kelgan insonlar olimlarning so'zini anglamaydi. Aslida bo'lmasa islomning ruhi bilan yashaydi desa, Qur'onga amal qiladigan bo'lsa, ular Qur'onga sog'lom iymon keltirgan bo'lsa, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatni hukm bo'yicha ulamolardan so'rab chiqiladi. Mening tutgan yo'lim to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Men bu tashkilot kirdim, shariatning ro'yiga uyg'un tashkilotmi emasmi dastlab so'rab kirdim. Ammo afsuski bugungi kunlikda ba'zi bir insonlar mavjudki, tashkilotdan birisi kirib olib, men bu tashkilotga kirdim, bu shariatga uyg'un kelib kirib olib so'raydi. Bu 2013-14dan bunday savolni nechasiga duch kelgan. Kirib olib so'raydigan. Xuddi buning o'xshasa, bir bo'lik odamlar qima xarakterdagi dollarcha kirib olib, butun ziyon tatib olib, buning hukmi qanday deydi? Tatadigan nurg'un ziyon tatib olib. Shariatga amal qilamiz bo'lsangiz, bir ishni qilishni ilgida, bu ish halol ishmi, harom ishmi? İslamga uyg'un ishmi, uyg'un ish emasmi? Ishni dastlabdan buni so'rab bilib qilish lozim. Xo'sh. Ishning yo'limiz shu. Ammo oshqul fikr sinib qolgan vaqtida olimlarning bular nazarda e'tibori bo'lmaydi. Balkim bir qism ulamolar pasibdi, lekin hammasi emas. Hammasi tayyor do'ppi tayyorda kiygizdigan. Laysu sava, hammasi o'xshash emas. Haq yo'lda mangayotgan, jiddiy holat harakat qilayotgan ulamo mavjud bo'lsa, har zaman mavjud. La tazal taifat min ummati degan hadisdagi hukm bo'yicha. Shundan bu aqida oshqonligi musulmonlar orasida bo'linish paydo qiladi. Ichki qonliq urush shakllanadi. Xo'sh. Bu ig'ir darajadagi afat. Shunga bu siyosiy oshqonlik balkim biz bu temada 2-3 balkim ko'proq to'xtalishimiz mumkin. Siyosiy oshqonlik, fikriy oshqonlik bu aqida oshqonlikning bir tarmoq hisoblanadi. Biz bu haqda keyin to'xtalamiz. Oshqonlikning ikkinchi tarmoqi bor. Bu amaldagi, stildagi, ish harakatdagi oshqonlik. Bu amaldagi
oshqulliq deganimiz yurish turishimizda yoki sharkitimizda yoki sharkatda shariat belgilab bergan doirani yaratmay halqib ketish. Masalan, ma yo'l bo'yicha mansang bo'lsa, ya shariat oz deb qo'yapti. Buni jiq qilish lozim, oshirib qilish lozim. deb qaraydigan ham boshqalarni shuningga tangadigan. Yoki bo'lmagan bo'lsa, shariat musulmonlarning buyurmagan bir ishda o'zik yuklab oladigan, jiq savob olaman deydigan. Bu xil illat bu amaldagi oshqulliqda. Bu amaldagi oshqulliqqa e'tiqod oshqulliqdan jiq to'van. E'tiqod oshqulliqi u xatar. Bu jamiyatni qonga, baloya afatga, fitna fasodga har turli illatga sabab bo'ldi. Ammo bu amaldagi oshqulliq hamma odam tang bo'lmaydi. Ba'zi insonlar topilishi mumkin, ba'zisi topilmasligi mumkin. Uningda jiq yengil. Masalan, misol olaylik. Ba'zi insonlar deydi, men savob olish uchun har kun ro'za tutaman deyishim. Aslida ro'za tutish savobli ish. Lekin kun uzmay, kunlik ro'za tutish bu insonning jismoniy holatiga ziyon berganligi uchun bu chekidan oshirishdan qatarsan. Bir mezgil masum, bir mezgildeki tamamen o kunda tutuş emas, hatta farz ro'zadan tutmaydigan holatga kelib qo'yish mumkin. Xo'sh. Yani buna qatarligi bugungi zamondagi masalan ba'zi misollarni olsak, ba'zilar zohidlik bahonasi bilan zohidlikni to'g'ri tushungan musulmonlar qilmaydi. Zohidlik bahonasi bilan dunyo hayotida normal holatda Alloh bergan ne'matlardan bahrilanishni to'g'ri ko'rmas. Ya bundan voz kechdim deydi. Mesela go'sht yemaslik değil. Belki Müslüman mijoz yoqmasa o ayrı bir holat. Lekin ibodat xarakterida zohidlik da'vosi bilan qilish insonning badani ehtiyoji bo'lgan bir narsa qarta. Bu bir oshqulliq, amaldagi, sulukdagi bir oshqulliq. Xo'sh. Yana buning qatorida misol olsak, urf-odat xarakterdagi ibodat xarakterdagi emas, urf-odat xarakterdagi bir rangni, masalan, kiyim-kechakdagi yoki kiyim-kechakdagi bir formani, buni savob bo'ladi deb qarash, bu mu amaldagi oshqulliqning qatori. Mesela misal alsak qarram. Belki torlar jiq g'al bo'ldi. Biz bir necha qatim ifodamizni bildirdik. Xo'sh. Bu qarrang, sariqrang, oqrang, ko'krang hammasi mubahdan qatoriga narsa. Allohga nisbatan. Xo'sh. Alloh ne'mat qilib yaratgan. Ammo qarrang savob bo'ladi desa, xatolikmiz xatolik. Chunki savob bo'ldi degan qilga dalil yo'q. Ba'zi millatlar, ba'zi rayonlar qarrangga kelgan bo'lsa, bu urf-odat. Urf-odat masalasini savob bo'ladi deb uni ibodat darsi ko'tarilish xatolik berdi. Xo'sh. Hamda bu amaldagi, sharkatdagi oshqulliq paydo qilayotgan nima deb qildi desa, savobni jiqalamiz. Taqimmi Allohga, itoat qilgan bo'lamiz deb qaraydi. Demak, bu shariat belgilab bergan doiradan halqib ketganlik bu jamiyatda bir xatar etganmismi? Chunki bu pardiy shaklda, yakki shaklda yuz bergan bo'lganlik uchun, lekin payg'ambarimizningki keng yo'l tutgan, har zamonga, har makonga mos qilgan bu shariatningki ko'rsatmasdan chetnaganlik ahvol mavjud. Shundaqlam o'zi qilmagan ishni qilaman deb o'zi yuklab olgan bo'lsa, o'ziga jafo paydo qilib olganlikdir mavjud. Xo'sh. Chunki bu ish bir mezgil davomlashtirilmay qolib qolsa, to'g'ri yo'ldagi yoki o'rtaroq yo'ldagi ibodatdan chetnab chiqib ketishga sabab bo'ladi. Ba'zilarning xato tushunchasi bo'yicha odat xarakterlik ishni nima darsi ko'tarib oldi. Ibodat darsiga ko'tarilishga sabab bo'ldi. Bunaqa bugungi zamonning misollardan bir qanchani ko'rsatdik, tushunish qilish. Garchi keyinchi tafsil to'xtalsak. Amaldagi oshqulliqning misollari. Dinga amal qilishda o'ziga qattiq yo'l tutish, har bir ishda qattiq yo'l tutish va boshqalarni shu qattiq yo'l tashabbus qilish. Masalan, misol qilaylik. Bir odam namoz o'qigan vaqtida jamoatnikidan ayirib o'zi deydi. Har bir rakat bir pardan Qur'on o'qiydi deydi. Masalan, 2 rakat namoz 2 par. Hatto 5 par o'qisimi o'ziga nisbatan Yolg'iz o'smaydi. Ha, yolg'iz o'smaydi ruxsat. Lekin boshqalar ham mush shaklda deb masalan masjid xarakterida qilish bu to'g'ri emas. Lekin maxsus tarbiyalangan odamlar bo'lsa, bir jamoatning, bir tashkilotning uzun zamondan beri qadam tarbiyalab, ruhini oshirish uchun masalan oyda bir degan o'xshash. Bunda u ayrimali. Lekin davomli qilish Xo'sh. bu bir misol ham. Garchi namoz yaxshi ish. Ammo normal holatdan avomin nasqa uzrab ketgan vaqtida masjiddan qochish ahvoli paydo bo'lishi mumkin.
İkinci misal takabburlik qilish, mag'rurlanish. Bir bölük insanlar mavjudki, ya qarindoshlar, mutakabbir. Özünü bek adi çağlaydı. Yani birdan bir muvahhid. Takva. Birdan bir takva, birdan bir hidayet yo'ldagi inson boshqalarni ham zalolat deb qaraydi. Bu ne bu İstanbul'da cık puçkatqın oldu bu insanlar. Qanda bo'lib bir musulmon takabburlik. Nima ol takabburlik? Takva bo'lgan bo'lsang, savobini Allohdan olasan. Axloqing go'zal bo'lsa, hurmatimizga ega, axloqing nachar bo'lib qolsa, hurmat yo'q sana. Javob bera olmaysizmi? Takvaligingni savobini qiyomat kuni olasan. Takabburlik qilgan haqqing yo'q. Üçüncü bir misal fikri mustabit. Bir kısım qarindoshlar fikri mustabit. Agar keskin nas, keskin hujjat bo'lgan bo'lsa, hammamiz bosh ustiga. Lekin fikr xarakterdagi, ko'z qarash xarakterdagi bir masala. Mesela olimning bir tushunchasi, falan olimniki ijtihodi degan qo'sh. Fikri mustabitlik qilish va boshqalarni hech narsa bilmaydigan ish qilish. Bu mu amaldagi oshqullikning ifodasi. Yani fikir hujjat bo'lmagan ekan, delil olmagan ekan, bu har xil ifodalashni boshqalarning o'zining fikrini o'ttirib qo'yishi taqozo. Ama bugungi kunlardagi bizning masalamizni olib aytsakmi, ba'zi bir sohalarda o'rtaq nuqtaga kelinmasligining sababidan nima bo'lsa fikri mustabit. Gerçi ko'z qarash ijtihodiy masala bo'lgan bo'lsa-mi, mening deganim to'g'ri, qolganini xato deydi. Xo'sh. Bu eg'ar illatidan birisi. To'rtinchi bir misol, to'g'ri yo'l tutayotgan olimlar ta'yin qilish. Amaldagi oshqullikni misol. Yuqorida gerçi deb o'tdik mi? Bir qism o'limalar bo'lishi mumkin, hukumatga xizmat qildigan. Uni bilan ishimiz yo'q. Xo'sh. Bir qism passivlik qildigan bilan ishimiz yo'q. Ammo islomga sharkat qilayotganlar ta'yin qildigan, kendining gap topadigan bu illat. Hükümet sultanı olsa, hükümetin mullası olsa, o ayrım gibi. Şeriatga xilaf ishni qildigani olsa, o ayrım gibi. Lekin to'g'ri yo'l tutayotganlarni gap tepib, millatni qochirish, bularning keyinga kirib kelsa, mening jamoatimga, mening tashkilotimga qo'sha olmaydi deb fitna tarish, bu mu amaldagi oshqullikning qatori. Yomon gumon qilish va bundan boshqa. Bir qism qarindoshlarni oshqullik xarakterdagi bu boshqalar davomli qora ko'zoynak bilan qaraydi. Shu boshqalarni suzib ko'rolmaydi. Yani hiç bo'lmasa boshqalar diyonatda menda yaxshido demaydi. Axloq jihati boshqalar mendan afzaldo deb qaramaydi. Hamma ishda birdan-bir. Unda buning nazariyasi bo'yicha men bu hammadan afzal bo'lgan ekan, boshqalar men xizmat qilish lozim. Ben ishlamasam boshqalar meni beqish lozim deb qaraydi. Yomon gumonxo'rlik edi. Boshqalar muomala qilgancha qattiq muomala qil. Gip sesiq, sharikdami sesiq, faaliyeti meselesi. Yani başkalarını yaratmayız altı bilen bu şirket kıldı. Yaxşı buyurup yaman iş kılsın bunu özünün yolu bilen kılanmaydı. Tedrici kıldığan gepler ya ki bunun biraz üzrüsü vardı. Ya ki ben bilmeydiğim biraz hava bilmeydiğim kaççılık kesip lan. Ya ki akran ya karran kılırdı. Başka rengi kılca urun vermeyin. Yani bu emellik aşkınlıktan katardan kişiler hüküm kıl şekilde aşırı ötüş. Endi delil paketga ega olmay turib, Qur'on sunnat, masalan birisini tağut dedi, birisini kafir dedi. Bunun qiygan so'zi sharikda, ashni kafir deb tushamdi, tushmamdi shariatimizdan. Bunga olimlar, mutafakkir, mujtahid olimlarning keskin ko'z qarashi bilan qaramay turiblar hukm chiqarish. Yuqoridagida ko'pincha savossiz bo'lganki. To'g'ri, islomiy rasmiyligi bor. Islomiy muhabbati bor. Lekin tili uzun, necha metrda uzun. Shariatga og'ir darajada tahdid bo'ladi. Demak, o'zining kasb bo'lmagan sohasida buni halol, buni harom deyish, buni musulmon, buni kofirni chiqarish og'ir darajadagi xatolik. Bundan saqlanish lozim. Ya'ni bu amaliy oshqullikning misollar qatoridan makruh darajasiga harom darajasiga chiqarib bilish. yoki mubah, mustahab darajadagi ishni farz darajasiga chiqarib bilish bu oshqullikning qatori. Ko'pincha shunday yuz berdi. Yana bir naq misolni men olsak, hurlik va mustaqillikning simvoli bo'lgan bayroqqa yoki davlat she'riga o'rindan turish hurmat taqozzosidan buni bid'at deb qarash yoki bu cheklangan ish deb qarash bu amaldagi oshqullikning qatori. Amaliyotda birisi bayroqqa hurmatlab o'rindan turgan bo'lsa yoki davlat she'riga o'rindan turgan bo'lsa, buni hurlikning simvoli, mustaqillikning simvoli, o'zimizning tuprog'i o'zimiz ega bo'lganlikning ifodasi degan nuqta bilan o'rindan tur. Qandaqdir bu yerda ibodat nuqtasi uning kallasiga qilch kirib chiqmaydi.
Agar ibodat deb qaragan bo'lsa, tugashgani shu. Mubah xarakterlik bir ish bu. Savob xarakterlik emas, mubah xarakterlik bir ish. Demak, buni bid'at chiqarib o'tish, buni cheklash, yoki savobli qilmagan deb qarash, bu bir amaldagi ashqullikning ifodasi. Shundaqla milliy bayroq ishlatishni har bir millatdan, gerçi onun şuarı İslam'a zıt bo'lmagan bo'lsa, chiqargan şuarlar, mesela kommunistlarning bayroqlariga o'xshash yoki xristianlarningki belgisiga o'xshash, unda bo'lmay, normal bir rangni, bir o'simlikni, bir ko'chatni tamsil qilgan bo'lsa, buni bid'at deb qarash, bu amaldagi ashqullikni qatar. Lekin bu yuqori deganimizdek, e'tiqod ashqullik qasalishga vaqtda jiq yengil. Lekin bu ishlar kang yo'lni siqib o'tadi. Bu İslam'nınki dünyavi bir medeniyet ega din ekanlikdan iborat obrazını saqlashtiradi. Xo'sh, xo'sh. Şu şariat bir ishga cheklamagan bo'lsa, aniq dalil keltirmaganmiz, bu ish mubah doirasida qoldi. Mubah doirasida birisininki dalilsiz bo'lmaydi. Bid'at yoki undaq qilsa deb buni boshqa yo'l kirgizib qo'yish, mubah xarakterlik, odat xarakter, ibodatga qatori kirgizib olish, yuqoridagilarimizdek bu g'uluvdanki qatori kirib. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat mushada yuqoridamda hammasi soplam ben ko'proq yoki o'zini taqvo deb qarash yoki ko'proq savobga erishiman degan ko'ngildagi shu tushuncha bilan qildi degandim. Buning dal aksi bo'lgan, sal qaraydigan passivliklar bular haqida masalan, bularmi shu ashqullikning nimasining ichidan qilamdiq, yani bu passivlik bölümünde ayrım. Bunu ayrım toxtamiz. Çünkü hazır qilsak qistirib o'tib ketdi. Mavu o'ngcha ashqullik. Xo'sh, xo'sh. Avu amal qilg'anmaydigan shariatga. Yo'q, biz iymon etib qo'ydik, Xudoga shukr, men musulmon deb namozmi yo'q, zakatmi yo'q, millatning g'amidimi yo'q, musulmonning g'amidimi yo'q, islomning g'amidimi yo'q bir insonlar bor. Hatto ba'zilarga falan yaqinlashib qolsang, sen tijoratdan oqmaydi. Masalan, dukuna qanday e'tiqod bu, qanday musulmon? Hep saxta musulmondarchilik. Biz buni saxta musulmondarchilik deb atsak, bu haqda ayrım to'xtalamiz. Shu ashqullikning bo'lsin, ashqullikning keynidirlam passivlik degan bir nima echib ayrım bir program qilish kerak ekan. Bugun biz ifrat tarafida, arabcha tal bo'yicha, bu tabrid tarafida buni ayrım to'xtalamiz. Ayrım to'xtalaydi. Hamma shu gaplarni qilayotganda qaysi bir olimning so'zi zihnimdan o'tdi, ismini unutib qoldim. Bu takabburlik masalasida insonning o'zining qilgan ma'lum bir ishi yoki odati haqida degan shu gibi isim kelib qoldi endi. Shu haqiqatan o'ylantirdi insonni. Mayli har qancha dunyoda yaxshi chiqib ketayli, bir noch chiqib o'tib bir insonning shu olim shuna degan ekan. Men bir yaxshi ishni qilib, uning kendi shu amalimga taajjublanib o'zimni ajab bir qivatdim buni deb qolganimdan Allohning oldida bir gunohni o'tkazib, shuningga Allohga tiz cho'kib, shu gunohimni o'tkazib qolganligim uchun kechirim so'rab Allohga yig'laganligim men uchun bir amalni, savob bir amalni qilib etib, uningdan ajablanib qilib, ajab bir sho'ng'ish qivatdim deb qolganimdan men uchun bakrak suyumli degan ekanimdi. Bu insonning har qanday bir amal qilgan vaqtida Alloh oldida kamtar bo'lishi, Robbining oldida nihoyatda kichik bel bo'lishi kerakligini tushuntirgan bir masala. Ashqullikning kelib chiqish yildizi biz programning boshida dedim, bu ta uzun tarixga bog'lanib deb. Sizning misollardan bir qanchani berdingiz. Shu kelib chiqish tarixini qisqa bir shaklda tushuntirib o'tgan bo'lsak, yildizi nereden kelib chiqqan? İslam cemiyeti hali burundan tartiblan, yani ko'n tarixdan tartiblan, bu ishbirat tabbiret yoki bu ashqullik illatidan xoli bo'lmagan. Bu ashqullik illati ikki tarafli holatda maydonga chiqqan. Bir bölük insonlarningki shariatning ko'rsatmalaridan g'alqib o'tib, chekidan oshiruvchi ifodalangan bo'lsa, yani bir bölük insanlarningki shariatning ko'rsatmalarining bir qismini olib, bir qismini olmaslik, sal qarash, passiv maydon turish bilan ifodalangan. Bu ikkilasini o'ngcha ashqullik, so'lcha ashqullik deb ifodalangan. Islom tarixida ashqullikning yildizi cho'ng ikki aqimdan maydonga kelgan. Bu aqimlarning birisi xavorijlar, yana birisi shialar. Islom tarixidagi ashqullik xavorijlar va Şialar bilan boshlangan. Gerçi bu xavorijlar bilan Şialarningki orasida manhaj, metod, tutib mangan yo'l, aqid tasavvurlari
ko'p o'xshamasimi, lekin oshqulliq kelgan chaqda bir necha nuqtada o'rtaqlik nuqtasi bor. Buning manbasi qarsa, kitoblari qarsa o'xshamaydigandeklar ko'rindi. Lekin oshqulliqda o'rtaqlashib qolgan bir qancha nuqta bor. Biz bu haqda biroz to'xtalaylik. Her işkile yakın, birinci okşayışlar, her işkile yakın, havariciler olsun, meyle, şialar olsun, her işkile yakın aşkulluk yıldızda ortak. Mesela, havaricilerin misal kalsak, havaricilerin aşkulluk misal kalsak, dini tasavvurda, siyasi meselede, teberra hükümede ve başka göz karışıke, kişilerge, pozisiye, ifade bildiriş gelgen çağda kattık kol. Enin kendinden kapıra çıkarıp durduğun, isyan, toxtamay isyan çıkarıp durduğun, biraz apu qiluvchi dairesi yok bular. Davomli keskin, mutaşaddid holatda ve toxtamay qurol ko'tarib jang qilish xarakteriga bularning oshqulliq. Buni ekscha Shialar qarsa, Shialik oshqulliq narsa o'zlarining imomlarini bu ma'sum, farishta, bular hech qanday xatolikqa emas, yani xatalashib qolmaydi. Bularning degan gapi dal payg'ambarning degan gapining dal o'zi degan o'xshash ma'sumlik darajasi ko'taruvchi ahvolni o'shdi. Shialarning mutlaq ko'p qismi o'zining imomlarini xatolashmaydi. Bu dal xristianlarningki o'zining poplarini xatolashmaydi. Allohning nomi bilan so'zlaydigan o'xshab qoldi bu oshqulliq. Bu yerda o'rtaqligi bor. Bu birinchi taraf. Ikkinchi tarafdan xavorijlar bilan shialar sahabeler meselesiga, yani sahabeler bo'lgan ko'z qarashida o'rtaq. Masalan, xavorijlar Hazrat Ali, Hazrat Osman, Abu Musa al-Ash'ari ve tahkim meselesiga qatnashgan sahabelarni kafir deb qaraydi. Hem Shi'a bo'lgan bo'lsa, sahabelarning mutlaq ko'p qismini bularni kafir deb qaraydi. Hazrat Abu Bakr bilan Hazrat Osmonda munofiqdi. Chunki keyin nima deb burun o'lib ketgan. Qolganlarning ko'pinchasini bu kafir chiqdi. Buni o'rtaqligi bor. Endi bu xavorijlar bilan Shialarningki kafir chiqarishda tutqan yo'l o'xshamagan bo'lsa-mu, lekin ularning har birisi kafir chiqarish yana o'rtaq. Yani kafir deymiz degan yeri dalilsiz, pokissiz, Qur'on sunnatning ruhi xilof alati bu yo'l o'rtaq. Mesela yuqori deganimizda xavorijlar tahkim meselesi, yani Hazreti Ali bilan Muaviya orasida bo'lgan jangni hal qilish uchun ayirib qo'yamiz, hal qilib qo'yamiz, isloh qilib qo'yamiz deb so'rin tuzgan shu yig'in qatnashganlarni nima deb qaraydi? Kafir deb qaraydi. Xo'sh. Ening kanidan bu xavorijlar yana cho'ng gunoh qilib saqallarni kafir chiqaradi. O'xshamaydigan bir tarafi. Uning bilan birlikda yana bugungi zamonning xavorijlari örnek algan bir tarafi, özlerinin fikriga, özlerinin cemaatiga, özlerinin sepiga qo'shilmagan başka Müslümanlarni kafir chiqardi. Biz bilan to'sang Müslüman bo'lmiz kafir deydi. Xo'sh. Bugün xavorijlarningki yo'li, burun xavorijlardan kelgan. Bugün xavorijlarga bugün to'xtalmaymiz, keyin to'xtalamiz. Ammo Shialik kelsa, bu Shialik ko'plagan sahabalarni kafir chiqaradi. Kafir deb qaraydi. Ozg'inisidan boshqalarni murtad deydi. Resulullah'daki din diyeni olgan deydi. Hatta Müslümanlardaki mujtahid imamlardan kafir çıkılır bu. Demek bir yerde bu üç noktada xavorijlar bilan Shialar oshqulliq o'rtaqmiz o'rtaq. İslam ummatidagi yoki musulmonlardagi oshqulliqning manbasi mush ishga yaqindan tarmoqlanib, o'jalib maydonga kelgan. Asli kasalning manbasi bir taraf xavorij, bir tarafi Shialar. Bunu ularla tükenmedi olsa kon tarihte yok. Biz yan tarih gelmedik, yan zamanla xavorijlar hakkında to'xtalmaymiz mi? Bundan başka yana bir aqim var. Oshqulliqning manbasi bo'lib kelgan. Bu aqim kimsa İslam tarixida tasavvuf jamoatidan yoki so'pilarning orasidan chiqqan bir aqim bu. Ya'ni botini aqimidagi so'pilarning real oshqullarningki namunasi. Bu so'pilar batini aqimdagi so'pilar birinchi qilib Qur'on sunnatni izohlash qoidasida chekdan oshgan. Oshqulliq qilgan. İşaret tafsiri, batini tafsir deb mutafakkir, mujtahid olimlar qo'ygan asos prinsiplar tamamen xilop qilib haddidan oshgan. İşlemşadan başlagan. Bular bilan, yani ba'zilarning o'rtaqligi tasavvuf aqimidagi bo'lim batinlarning
Bular ahiret olsa bo'ldi deb dunyodan aloqasini uzgan. Biz ruhaniyatimiz poklansa bo'ladi deb modda bilan aloqasi tamamen uzgan. Bu orqali musulmonlarning madaniyat jihati orqada qolishga ajoyib cho'ng his qo'shgan bo'lsa bo'ladi. Va aqimlik bo'lsa bo'ladi. Hamma masala. Xo'sh. Buning natijasi bo'lar dunyo ishlaridan, siyosat ishlaridan, davlat ishlaridan tamamen voz kechgan. Bo'lmasa o'ttira hal yo'l tutgan bo'lsa, bir musulmon, vasatiyat o'ttira yo'l tutgan bo'lsa, dunyo ishlaridan ruhimni poklayman deb dunyoda voz kecholmaydi. Xo'sh. Ahiretli boz bo'ldi deb dunyoda voz kecholmaydi. Buningga dunyomi lozim, sog'lom musulmonga oxiratmi lozim. Ruhini poklashmi lozim, moddiy jihatdan taraqqiy qilib dunyoga madaniyat yaratishmi lozim. Bu o'ttiral yo'ldan taqozzas. Shuning bilan birlikda bu bir jamiyatning a'zosi bo'lganlik uchun davlat ishlariga aralashish, siyosat ishlariga aralashish, bu sohada bir his qo'shish uning majbur. Bundan chetlab chiqib ketolmaydi. Bu o'ttiral yo'ldan taqozzas. Ammo bu aqimdagilar davlat bilan ish yo'q, siyosat bilan ish yo'q, jamiyat bilan ish yo'q. Faqat ruhimiz poklansa oxirat bo'lsa bo'ldi deb bu xato yo'lga kirib olgan. Natijada musulmonlarning madaniyat jihat orqada qolib qolishiga sabab bo'lgan bir oshqunlikning namunalari. Hamda bu tasavvuf bu batini oshqunlarning qarama-qarshisida islomni faqatlam qilish deb qaraydigan, islom faqat hokimiyat, davlat, siyosat deb mushtunqilam xulosalab, Xo'sh. islomning jamiyatni isloh qilish, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash qoidasi xiloflik qilgan xavorijlar aqimi mavjud. Biz bu xavorijlar haqida ilgari to'xtaldik. Tamamen bu batini aqimning aks. Batini aqimida aytib bizning davlatda ishimiz yo'q, siyosat bilan ishimiz yo'q, dunyo bilan ishimiz yo'q. Xavarij aqim bo'lgan bo'lsa, o'ttasi qo'bz deydigan hokimiyat, davlat, sulton, xilofat. Ona aks. Bu xavarij aqimi ona akscha ruhaniyat bilan kari yo'q. Tasavvuf aqimining aksicha. Axloq bilan kari yo'q. Siyosat o'sli bo'ldi. Qalbi mehnat o'simi, axloq nijis o'simi ish yo'q. Demak bu oshqunlik ikki tarafdagi. Ikkilisi maraz bo'lsa maraz, ikkilisi kasal bo'lsa kasal. Endi halbuki islomning jamiyatni isloh qilish va jamiyatni o'zgartirishda qo'llangan metodi aqidaga ahamiyat beradigan, qalbini tozalashga ahamiyat beradigan, axloqiga ahamiyat beradigan, fikriga ahamiyat beradigan, siyosatga ahamiyat beradigan sog'lom idealik insonlarni yetishtirish islomning metodi. Xo'sh. Ya'ni iymon tarbiyasiga ega, qalbni poklash tarbiyasiga ega, axloq tarbiyasiga ega, fikriy tasavvur, dunyo ko'z qarash tarbiyasiga ega va siyosiy tarbiyaga ega islohot ega bo'lgan yaramliq insonlarni yetishtirish bu islomning metodi. Bu masala kelgancha yuqorqi Shia aqimi ozdi, Xavarij aqimi ozgan, batini tasavvuf aqimi bo'lmazgan. İslamning o'ttirhalliq yo'ldan chetlaganlik uchun oshqunlik aqimiga kirib qolib, bugungi xafalıqlarga bular asoslangan. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Endi bugun so'zimizni mushu oshqunlikni cheklash haqidagi islomning dalillaridan bir qancha keltirib desak. Belki men bu bayonlardan keyin ba'zan deyish mumkin. Qur'on sunnat bilan dalil bormi? Ya'ni islomning oshqunligini cheklaydigan, oshqunligini to'sadigan bormi yoki buni havodan gap qilib o'tamsizlar deyish mumkin. Biz bularga boshqa dalil emas, islom manbasi Qur'on sunnat bilan dalil kelamiz. Agar shunaqa iymon keltiradigan, ishonadigan, qabul qiladigan bo'lsa. Chunki Qur'onda g'uluv, oshqunlik degan so'z kelgan bo'lsa, sunnatda tashaddud, mutashaddidlik qilmaslik, chekdan oshmaslik degan bu ibora kelgan. Qur'oni Karim misol olsak, Qur'oni Karim oshqunlik qilishdan ogohlantirib, shariat ko'rsatib bergan doiralardan halqib ketmanglar. Bu xato, to'g'ri usul shariatning ro'yi bo'yicha yashashdir degan bu haqda musulmonlar yo'l ko'rsatib, ya ahlul kitob la taghlu fi dinikum. Bu oyatni shu. Ahli kitob sizlar diningizda yo'lsiz qilmanglar. Ya'ni ilohiy vahiy ko'rsatib bergan doiradan halqib ketmanglar, o'zingizlarcha binasini paydo qilmanglar. Ahli kitobdan maqsad Yahudlar bilan Xristianlar.
Endi bu oyat Qur'oni Karimda tushdi. Bu yerda xitobimiz garchi ahli kitob haqida to'xtalgan bo'lsa-mu, bizning buyuryapti. Ya'ni bugungi zamondan xristianlar olsun, vahiy tushgan vaqt xristianlar olsun, ularga xitob. Ya'ni sizlar din masalasida Alloh qanday tushirib bergan bo'lsa, shu bo'yicha tushuninglar, shu bo'yicha amal qilinglar. Haddidan oshmanglar. Masalan, xristianlar olsa Hazrat Aysoni Allohning bolasi demanglar, yahudlar bo'lgan bo'lsa Uzayrni Allohning bolasi demanglar, malaikalarning qizlarida buni demanglar sizlar dedi. Musulmonlar kitobi vala tattabiu axir. Ma ezib ketgan odamlar bor dedi. Ahli kitobdan maqsad. Yahudlar va xristianlar iborat ezib ketganlar. Ularning kendim ma'mollar. Ularning aqidasini qabul qilmanglar. Aqida masalasida avuluq o'xshash vahiydan halqib ketib, yo'q men taqimmi taqvo bo'lsam bo'ldi, taqimmi savobni erishsam bo'ldi deb xato yo'l kirib qolmanglar. Masalan, misol qilsak, bu ishga aqim oyatda bayon qilingan ahli kitobdagi azg'unlik qilsa, Yahudlar Hazrat Ayso alayhisalom tushgan vaqt e'tirof qilmagan. U e'tirof qilinmaslik bilan to'xtab qolmagan. Balki uni yo'qitib o'tish uchun, ujuqtirish uchun o'lim planini tuzgan, o'ldirish planini tuzgan. Uning onasi bo'lgan Maryam alayhisalomni zina fohish qilgan deb tuhmat qilgan. Bu oshqullikning bir turi. Demek bu yerda ilohiy tarafdan dalilga ega, pokitga, mo'jizaga bir payg'ambar kelsa, uning so'zini qabul qilmaslik oshqullikmiz, oshqullikmish bas. Enin kanidan pak bir ayolga, pak bir shaxsninki izzat hurmatiga dalilsizlar buni fohisha, zina qildi yoki unda qildi deb tuhmat chaplash bu oshqullikning ifodasi. Buning aksicha xristianlar kelsak, xristianlar Hazrat Ayso alayhisalomni Allohning bolasi deb oshqullik paydo qildi. Hazrat Ayso alayhisalomni Allohning bolasi dedi bir qismi Allohning simvoli dedi, yana bir qismi ilohningki bir ko'rinishi deb qarab. Qanday ifodalsin bu dal oshqullikning aqidik oshqullikning eng cho'ng namoyandisi. Oyat musulmonlarni ogohlantirib, mavlaga o'xshash Qur'on bil sunnatda Allohni qanday tasvirlagan bo'lsa, qanday ish shu bo'yicha e'tiqod qilinglar, sizlar o'zingizning kallangni chiqarib, binasini deb baqman vaqt ezib ketsizlar, mavlaga o'xshash xato qilasizlar, chataq chiqadi deb ogohlantiradi. Shunga Qur'oni Karim musulmonlarni oshqullik qilishdan ogohlantirib, o'ttiral yo'l tutib manishning muhimligini ta'kidlab, pastaqim kama umirdi. Sen o'ngchun bo'lib ketma, solchun bo'lib ketma, muvayyi qanday ko'rsatgan bo'lsa, tuz yo'lmushni olaman. To'g'ri yo'lmush shu deb. Sen ve sana ergeçkenler muş yolda mı? Vala tatgav de. Tuğyan payda qilman. Tuğyandan maqsad şeriatning dairasidan halqib ketish. İlahi ve ko'spaga yayak meya bo'lmabdi, ojiz bo'lib qopdi, chaliqib qopdi deb o'zining kallasidan shariatning ro'yiga uyg'un kelmaydigan binasini paydo qilish. Bunaqa ma'noda. Demak, bu yuqorqi oyatlarning maqsadi nima desa, Qur'oni Karim musulmonlarga yoki insonga sog'lom bir aqida bayon qilib bermoqchi. Aqidada ilohiy va'idni halqib ketsa, buning ig'ir bir ofat ekilganligini musulmonlarning kallasiga buni uqtirmoqchi. Hem oshqullikdan iborat xristianlarga o'xshab, yahudlarga ma qopqonga sizlar chiqqanmanglar deb buni eskartmoqchi. Endi bu oyatdagi dalillar bo'lgan bo'lsa, hadisda aytilgan misollar, bundan bir ikki misol olaylik. Peygamberimiz oshqullikdan, chekidan ishni ogohlantirib, iyyakum val g'ulud. Oshqullik qilmanglar dedi. Yani şeriat uçuk qo'yib bergan, mubah qilgan, yoki ruxsat qilgan doiralarda sizlar o'zingizlarni cho'ngtirib, yo'lsizlik qilmanglar dedi. Shariatning ro'yini taraytmanglar. Kishilarning turmushini, hayotini taslashtirmanglar dedi. Oshqullik qilmanglar. Bilib qo'yinglar, sizlar ilgirki millat, yani vahiga qo'ygan yahudlar bilan xristianlar oshqullik qilganlik sababidan esib ketdi. Fiddin dedi. Aqida masalasida. Tasavvur meselesinde, dünya qarash meselesinde, dinning ro'yi bo'yicha amal qilsa, oshqullik qilib bu tugaşdir. İslam anda qilmadi. Demak, bu islom tu degan yer turinglar, islom gap qilmagan yer bo'lsa, qo'yib turgan insonlar o'zining rohati bilan yassin. Shunga islom har zamonga, har makonga yaraydi deymiz. Nimish qilsa, chunki islom aqidada o'ttirhal yo'lni o'ttirib qo'ydi. Ibodatda o'ttirhal yo'lni qo'yib berdi. Axloqda o'ttirhal yo'lni qo'yib berdi. Farishta sifatida bo'lsan deb hammasida eng yuksak maqom deb qo'ymadi. Shu yerga bo'lsang afzal dedi. Lekin normal holatda yo'lni kechirdi. Islom o't qo'ygan aqida masalasi, ibodat, axloq va tuzum masalasida insonning imkoniyati bormasa. Inson qila oladi. Jafo tortamiz yo'q. Inson eg'i kelmaydi. Mesela İslam'ın aqidasini tushunish, amal qilish eg'i kelmaydi.
İbadet hakikat 5 vaqt namoz 3 kunda. Amjiq o'g'in ash. Ramazon tutsa yilda bir qatam, zakat va yilda bir qatam, haj qilaman bo'lsa. Undan boshqa tasavvur masalasi, fikr masalasida shariatni ro'ychatlanib ketmaslik. O ticaretçi olsun, siyasetçi olsun, vezir olsun, yoki davlat raisi olsun, harakatini, shariatni ro'y bo'yicha hep maqsa, hep ketadi. Xo'sh. Yana payg'ambarimiz oshqo'llab tursa, la tushaddidu ala anfusikum. Shariat bo'sh qo'yib qo'ygan bir raylar bor. Yaqin bo'lgan bir raylar bor, sukut qilgan. Yoki ruxsat qilgan bir doirlar. Bu yerga kelgan chaq, yo'q biz eng yuksak tarafini tutdik, eng ching tarafini tutdik deb o'zingizga besim qilmanglar. Shariat buyurmagan ishlarni o'zingiz yuklab olmanglar. O'zingiz taraqqiysiz bo'lmaydi, lekin boshqalar bu ishni qilib solmanglar. Demek bu yerda eg'ir besim paydo qilgandiganlar kishilarning bo'ldi shariatning ro'yida doirasidan chiqib ketadi, tashlab ketadi. Men yuqorida buni misolni berdim. Demek oshqo'llik hamon bu bir mezgildikin o'zining ta'tirsiga yonadi. Oshqo'l vaqtida har bir masala qattiq ching turgan bo'lsa, bir mezgil o'tgandan keyin zirikkandan keyin, bo'shashgandan keyin bu dinning gapi chiqsa, shariatning gapi chiqsa ko'z qilmaydigan, e'tibor bermaydigan eg'ir darajada bir fosiqlik qoldi shekillan. Shunga bu yerda o'ttir halloq yaxshi. Shariat oson qilib pagash bo'lsa, chaytib olmaydi. Shariat qo'yayotgan doira bo'lgan bo'lsa, sizlar to'saq solmanglar, insonlar rohat bilan, erkinlik bilan bir yassun deydi. Xo'sh. Shunga insonning o'zida kim bo'lsin, o'zini birdan bir to'g'ri yo'l deb qarab, boshqalarni xato yo'lda deb qarashi bu oshqullikning muqaddimasi. Oshqullik mishadan kelib chiqadi. Balkim boshqalar sizdan afzaldir, bizdan afzal. Hech bo'lmasa bir insof keling. Demek o'zini hammadan afzal, boshqalarni xato yo'lda deb qaraydigan bu odam ko'pincha boshqalarga hukm chiqarishga, boshqalarning diyonat haqida fatvo bichishga, ya boshqalarni ozg'unlikka moyil deb qarashga, ya'ni ozg'un deb qarashga moyil keladi. Ya'ni xato yo'lga kirdi bo'lsa kirdi degan gap. Endi bu oshqullik nima paydo bo'ladi desa, oshqullikning yildiz sababi bilimsizlikdan kelib chiqadi. Oshqullar kimda ko'p bo'lsa, bilimsizlikda. Xo'sh. Angsizlikda, aqlsizlikda va shariatni bir butun shumuliy holatda dunyoviy bir metodda tushunmaganlikda, bu madaniyatlik bir deb tushunmaganlikdan kelib chiqadi. Qandaqdir bir yerda islomda sog'lom tushungan bir ulamo bo'lsa, bilim qobiliyat ega ulamo bo'lsa, uning oshqullik yuz bermaydi. Ko'pincha yerimchilik so'z yoki bir ish kitobni o'qigan yoki birisidan bir anglab olgan bilimsizlik. Oshqullik mushular yuz berdi. Agar bular olimlarning yo'lini tutib mangan bo'lsa, ergashgan bo'lsa, bu oshqullikdan qutulgan bo'ladi. Natijada dunyolikni qutqizgan, oxiratlikni qutqizgan bo'ladi. Bu payg'ambarimiz bu dinning xarakterini bayon qilib, inna hazad din yusr. Islom osondir. İnsanın karakteriga uygun bir dindir. Güzel bir din. İnsanı ziriktirmeydigan bir din. Kaçırmaydigan din. İnsan qaysi bir saat hizmet qilsin, qaysi bir saat faaliyet qilsin, o eri kelmeydigan bir dindir. Bir adam dinning ko'rsatmasini, yo'q bu azulab qolibdi, ajizulab qolibdi, bugungi burunqi zamonga o'xshamaydi, burun farishtalardek ayndaq davrda hozir zamon pasqilishib ketdi, shunga hukmni changaytish lozim deb besimni changaytib qolsangiz, siz mag'lub bo'lasiz. İnsanın karakteriga uygun hüküm düştü. Şu boyunca mı yazsanız bu? Sizden talep kılınığını şeriatının royu boyunca pesaddidir. Halk ötep gitmeyi, doğru yere gelip, ottural yola gelip, düz yol gelip şu edilmendi. Eğer saddidin mesela tamamen şeriat buyruğa yakın tohtan, halk etip gitmeyi, işip gitmendi. Bunu kılanmasanız yakınlaştırın. Yani 80% olsun şeriatga emel kılın. 100% çıkaramazsanız emel kılışına, 80% olsun emel kılıp mendi. Kişilerin kaçırmanları, asallaştırınlar. Şeriatın royma. Ama tersleştiriş, sıkış, onu kıysan bulmaydı, bunu kıysan bulmaydı, onu kıysan onda olsun, bunu kıysan onda şeriat delil yok, petvan bir şey verse, bu şeriatın hükmüge, şeriatın royuga prinsipin tamamen zıt bir kılmış. Kur'an'ın royuğumuzda, sünnetin royuğumuzda. Bunun başka nurgun delil oldu fakat şirketinden bir misal verken. Köpten köp rahmet. Vaktimiz tügedi. Bu temamız bu güzel şekilde içip verildi rahmet. İnşallah bizga devam qilamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib 83 sanimiz bu mishada oxirlashdi. Rabbim inshaalloh bu anglag'anlarimizga shunday shaklda tushunsak,
yolumuz, her qanday iş faaliyetlerimiz güzel mangusi deb qarayman inşallah. İzneyle dinimizni yaxshi bilim üstüge düşüneyle her qanday bir narsani. Dindiki her qanday mavzuni chuqum o'qib, bilib, anlagan, u yerdan anlagan narsa bilan shu to'liq zodi shunday o'xshaydi degan shaklda qarg'ulachi dinde hiçbir ishni qarg'ulachi qilmaydi. Shu şekilde qilgan vaqtimizda Rabbimning rahmatiga erisha olamiz deb qarayman. İnşallah Rabbim ömür bersa oldimizdagi hafta o'xshash soatda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.